2027 Hyundai Tucson zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylikni o'zida mujassam etgan premium crossover sifatida e'tiborni tortmoqda. Ushbu model Hyundai'ning yangi dizayn falsafasini davom ettirib, yanada agressiv old panjara, yashirin LED kunduzgi chiroqlar, qayta ishlangan bamperlar va aerodinamik kuzov elementlari bilan ajralib turadi. 2027 yil uchun alohida yangi avlod modeli rasman taqdim etilmagan bo'lsa-da, Tucsonning eng so'nggi yangilangan versiyasi zamonaviy texnologiyalar va xavfsizlik tizimlari bilan bozorga chiqishda davom etmoqda. Avtomobilning tashqi ko'rinishi sport uslubini va premium hissini uyg'unlashtiradi. Katta radiator panjarasi, full LED matrix faralar, dinamik burilish chiroqlari, yangi dizayndagi 18 va 19 dyumli qotishma disklar, tom relslari, panoramali lyuk hamda orqa LED stop chiroqlari Tucsonni yo'lda yanada jozibador qiladi. Kuzovning mustahkam konstruksiyasi nafaqat chiroyli ko'rinishni, balki yuqori xavfsizlikni ham ta'minlaydi. Salon esa haqiqiy premium muhitni yaratadi. Keng ichki makon, yumshoq sifatli materiallar, elektr sozlanadigan va isitiladigan o'rindiqlar, ventilyatsiya funksiyasi, 2 zonali avtomatik iqlim nazorati, atmosfera yoritgichi va keng bagaj bo'limi oilaviy sayohatlar uchun ideal sharoit yaratadi. Orqa yo'lovchilar uchun ham oyoq va bosh joyi yetarli bo'lib, uzoq safarlarda yuqori qulaylikni ta'minlaydi. Markaziy panelda taxminan 12-3 dyumli raqamli instrumentlar paneli va 12-3 dyumli sensorli multimedia tizimi joylashgan. Apple CarPlay va Android Auto, Bluetooth, USB portlari, simsiz quvvatlash, premium audio tizimi, ovozli boshqaruv va navigatsiya funksiyalari haydovchiga zamonaviy imkoniyatlarni taqdim etadi. Ayrim bozorlarda digital key funksiyasi orqali smartfon yordamida avtomobilni ochish va ishga tushirish imkoniyati ham mavjud. Dvigatel qatori bozorga qarab farq qiladi. Eng ommabop variantlar orasida 2,6 litr benzinli, 1,6 litr turbo benzinli hamda 1,6 litr turbo hibrid agregatlari mavjud. Hibrid versiyasi kuchli tezlanish bilan birga yoqilg'i tejamkorligini ham ta'minlaydi. Uzatma sifatida 6 pogonali avtomatik, 7 pogonali DET yoki 8 pogonali avtomatik transmissiya taklif qilinadi. Old gildirakdan tortish, foot va toliq uzatmali alt versiyalar turli yo'l sharoitlariga moslashadi. Xavfsizlik Hyundai Tucsonning eng kuchli tomonlaridan biridir. Unda avtomatik favqulodda tormozlash, adaptiv kruz nazorati, yo'lakni ushlab turish tizimi, kor nuqtani kuzatish, orqa harakatni nazorat qilish, 360 darajali kamera, old va orqa to'xtash datchiklari, haydovchi charchoqlarini aniqlash, yo'l belgilarini o'qish tizimi hamda ko'plab xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Ushbu tizimlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada oshiradi. Haydash sifati ham yuqori darajada. Yumshoq osma tizimi notekis yo'llarda qulaylikni saqlaydi, rul boshqaruvi aniq ishlaydi, shovqin izolyatsiyasi esa salonni tinch va sokin qiladi. Shahar ichida ham, magistral yo'llarda ham Tucson o'zini ishonchli va barqaror tutadi. Yoqilg'i sarfi dvigatel turiga qarab farq qiladi. Hibrid versiyalari eng tejamkor hisoblanadi, benzinli variantlar esa yaxshi quvvat va samaradorlik muvozanatini taqdim etadi. Keng yonilg'i baki uzoq masofalarni kamroq to'xtash bilan bosib ochishga yordam beradi. 2027 Hyundai Tucson oilalar, ishbilarmonlar va zamonaviy texnologiyalarni qadrlaydigan haydovchilar uchun juda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Uning zamonaviy dizayni, boy jihozlari, kuchli xavfsizlik tizimlari, qulay saloni va samarali dvigatellari uni o'z sinfidagi eng jozibador crossoverlardan biriga aylantiradi. Agar siz yangi avlod texnologiyalari, yuqori darajadagi qulaylik va ishonchlilikni bitta avtomobilda ko'rishni istasangiz, Hyundai Tucson siz kutayotgan suv bo'lishi mumkin. Ammo 2027 modeliga oid ayrim texnik tafsilotlar hali rasmiy ravishda tasdiqlanmagan. Shuning uchun yakuniy xususiyatlar bozorga chiqish vaqtida farq qilishi mumkin.